BMW oldum desam shu birdaniga ko'rasizlar. Hammaga qiziq birovni BMW olishi, shu odamlarga hayronman. Shu BMW. Men ham o'g'lim kelyapti BMW. Mana shu BMWni olamiz, qachondir muhokama qilamiz. Sizlar buni qo'yib turinglar. Bugun sizlar bilan nima haqida gaplashamiz? Bilasizlarmi? Bugun sizlar bilan nima haqida gaplashamiz, lekin gaplashamiz. Bu sochim o'sib ketibdi, sochni oldirishim kerak. A few moments later. Nima haqida gaplashmoqchi edim? Sizlar bilan bugun zalga chiqmoqchi bo'lganlarga zo'r maslahat beraman. Nima vlog olishni bilmayapman, shu haqida gaplashamiz. Zalga chiqmoqchi bo'lganlar, mana birinchi boshlayotgan bo'lsanglar, agar trener qilib o'tirganlar, trener kerak emas. Biz trener boshlagan yaxshi. Mana men o'zim 3 yildan beri biz trenirovka qilaman. Trenirovka qilaman. Tilim kelishmaydi. 3 yildan beri qilsam, mana hozir rezultatni ko'rib turibsizlar, natural hech qanaqa ukol degan narsani endi zalga boradigan odam ko'rib turgan bo'lsa videoni o'zi ham tushunadi gapirmasam. Ko'rib turibdi, ukol o'zi katta bo'lishi kerak. Nima degani men mushakman. Nima degani? Bu natural degan. Bundan katta bo'lmaydi ham. Sizlar aytishinglar mumkin. Hali bor ekan maqtanishga bormas. Prosta sizlarning miyalaring yo'q, shu gapni gapiradigan odam. Bu haqiqiy naturaldan mana shunaqa bo'ladi. Maydagina bo'lingan bo'ladi. O endi u dababkalar ukol urilsa, ximik qilinsa, u ketdi shoqdi. Sizlar uni xayollaringni tasavvur qiladigan xalq bo'ladi undaqa. Menga unaqa kerak emas. Kim shunaqa xohlayotgan bo'lsa, marhamat. Kelajagi yo'q, kelajakka xush kelibsiz. Shunaqa birodarim. Agar siz meni ko'rib turgan birodar, siz emas, siz chapdagi. Siz menmi deyapsizmi? Siz. Yana menmi deydi. Siz mana chapda turgan odam. O'ngda emasmi, chapda turgan odam. O'ngdagisi qiziq emas menga. Sizga aytyapman. Siz zalga boring, best trenirovka qiling. Meni o'zimni kun tartibimda aytaman, xohlasalaring daftar olinglar, hozir yozib olinglar, xo'pmi? Dushanba kuni qo'l orqasi bilan grutka ishlayman. Eng yaxshi ko'rgan, eng sevgan mashqim. Prosta sevaman. Grut bilan qo'l orqasiga ishlashdi. Unda turib olib, o'tirib olib. Eslicha mana shunaqa. Keyin bir kun tashlaysizlar, haftada 3 kun chiqinglar, maslahat. Zo'r rivojlanadi tana. Dam oladida, tana dam olishiga yordam beradi. Dushanba kun grut qo'l orqasi, seshanba dam, chorshanba kun biceps bilan qanot. Payshanba kuni dam olasizlar, juma kuni yelka bilan oyoqqa ishlaysizlar. Oyoqqa обязательно ishlash kerak. Erinmaylar, maylimi? Erinmaylar. Oyoqqa обязательно ishlash kerak. U tanani nima desam ekan? Birinchi asosiy qismi mana shu bo'ladi. Bunga ishlamasalaring foydali. Chunki men 1 yil oyoqqa ishlamasdan bekor vaqtimni o'tkazgan. Aytganman, nimaga tanam rivojlanmayapti, nimaga deb o'sha vaqtim o'tib ketgan bo'lgan. Keyin bilsamki, oyoqqa ishlash kerak ekan. Keyin har bir mashqni oxirida mana u triceps bilan triceps deb yotibman. Trapetsiya bilan presga ishlash kerak, presga. Har mashqni oxirida iloji bo'lsa unga har kun ishlanglar, chunki bu bilan pres nima desam ekan, tez vasanoid bo'ladigan qism. Shuning uchun bunga xohlagan paytlaring ishlasalaring, xohlagancha ishlasalaring bo'ladi. Nima desam ekan, 12 soatda shunday tiklanib ketadi. Uxlaysizlar, ertalab turasizlar, uje tiklangan bo'ladi, og'rimay qoladi uje. Bemalol yana davom ettirib ishlab ketaversalaring bo'ladi. Boshlanishida to'g'ri yengil vesdan boshlash kerak, tana ko'taradigan vesda, keyin og'ir vesga o'tib boshlarsalaring uje og'ir vesdan paziga tushmanglar. Maslahat. Charchab qo'llaringni ko'taryapsizlar, uje 3-podxod 12 tadan qilayotgan bo'lsalaring, 10 ga kelib qoldi. 11
ketdi 12 mi? 12 ni zo'riqtirib bo'lsa ham qilish kerak. Chunki o'sha 11 bilan 12 qiynalib qolgan ikkita 11 bilan 12. Boshida qilgan 5 tadan afzalroq deyiladi. Birodarim. O'shanaqa. O'zicha maqtanyapti-da, o'zingcha nimani maqtanyapsan endi, ha? Zalga boradigan maqtanyapsan-da. Конечно, maqtanish kerak. Zalga borgan odam maqtanadi, nima qiladi? Boshqa tanasini maqtanadi. Ana. Keyin mana u chiziqni chiqaradigan bo'lsalaring zo'r bo'ladi. Tanani yomon chiroyli ko'rsatib beradi. Siz deydigan bo'lsalaringga bir nima ichasiz, siz вообще deydigan bo'lsalaring, men mana shuni ichaman faqat. Kreatin. Reklama bo'lyapti. Kompaniyasi yozinglar menga, men reklama qilib beryapman. Если что, $300 kartani opsiyonida yozib qo'yaman. Sudga beraman bo'lmasam, chunki tekin reklama bo'lyapti. Bo'lib qolishi mumkin agar pul tashab bermasalaring. O'zlaringga qiyin bo'ladi. Aytib qo'yay. Shunday ekan, birodar aziz. Men vlogim tugadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'shit, salomat bo'shit. Birodarjon. Davay. Aytganini qilinglar, maylimi?